Juda ham chiroyli joy ekan. Maqsadingga erishdingmi? Farhod aka, bo'ldi qiling. Oyimni qanaqa qarab qo'yganlarini ko'rdingmi? Ichingdan nahotki hech narsa o'tmadi. Bilsangiz, buni qaytar dunyo deb qo'yishibdi. Siz tug'ilmasingizdan oldin ham Oyjon dadajonni olib chiqib ketgan ekanlar-yu. Dadajon qari onalarini tashlab chiqib ketgan ekanlar. Bunaqa safsata gaplarni kimdan eshitding? Eshitdim-da. Nozma, o'zingni oqlash uchun bunaqa har xil bahonalar o'ylab topma. Ishonmasangiz, so'rab oling. Suv odamni sal bo'lsa ham xotirjam qiladi deyshadi. Lekin hech ham tinchlan olmayapman. Yuragimdagi olov o'chmayapti. Opa, nima qilsam xafa bo'lmaysiz? O'zim ham bilmayman. Bilasanmi, mana shu yerim og'riyapti. Dori beraymi, opa? Bu og'riqni dorisi yo'q. Hozir o'ylab qarasam, haqiqatda ham qaynonamga rosa og'ir bo'lgan ekan. O'sha paytda men ham xuddi Nozimadek faqat o'zimni o'ylaganman. Bechora qaynonam bu xo'rlikka qanday chidagan ekan? Opa, pochcham bilan qaynonangiznikidan chiqib ketgandan keyin ko'pga bormaganlar-a? 6 oydan keyin dunyodan o'tganlar. Lekin ungacha har kuni yo'lga qaraganlar. Men ham o'shanda o'g'illarini bag'rlaridan yurib ketib noto'g'ri ish qilganman. Endi o'sha xatolarimni tovonini 25 yil o'tib to'layapman. Birovniki birovda qolib ketmas ekan. Xatolaringni kech tushunar ekansan. Afsus. Nozimim to'laydi, opa, siqilmang. Yo'q. Men bu og'riqni dushmanimga ham ravo ko'rmayman. Bollarim qo'sha qarasin. Hech ham qarg'amayman. Men ularni faqat duo qilaman. Ana endi o'zingizga keldingiz, opa. Keling. Mumkinmi? Keling. Keling. Assalomu alaykum. Va alaykum. Salomatmisiz, do'stim? Rahmat. Sonlaringiz yaxshimi? Rahmat. Xush kelibsiz. Keldik mana. Qadamlaringizga hasanat. Rahmat. Qani, to'rga chiqing. Qani keling. Qani kelingchi. Bizga. Qani, duo qiling. O'ylagan ishlarimizning rivojini bersin. Amin. Allohu akbar. Xush ko'rdik, Oldingizga xush xabar bilan keldim. Sizni qo'lingizdan kelishini yaxshi bilardim. Shogirdingizni borib tupikka tiqib keldim. U tupikdan endi chiqa olmaydi. Qolaversa 2 kun muhlat berdim. 2 kunda
bunaqa pulni hech qayerdan topolmaydi. Mana endi hamma narsadan loyihasidan ayriladi. Ha, mana buni ish desa bo'ladi. Men qarang, bu so'raganni aybi yo'q. O'zi kuyov bilan munosabatlaringiz yaxshimi? Yo, Men unga shuncha pul berdim. Ikkita uy bergin desam dod devordi. Foydasi chiqarmishdi, undan keyin olarmishman. Juda ham pishiq, ziqna. Qizimni tez-tez xafa qilib turadi. to'ppa-to'g'ri aytibdi. Foyda chiqmasdan hech kimga uy berilmaydi. Men ham boshdan aytib qo'yay. Hamma bu yerda foyda uchun yuribdi. Yong'oqni shaqir shuquriga maza qilish uchun emas. U yoshdan allaqachon o'tib ketganmiz biz. Menga uy kerak emas. Men uni faqat bo'ysundirmoqchi edim. Shunaqa demaysizmi? Mana endi hamma narsadan quruq qoladi. Loyihasidan ayriladi. Keyin ko'ramiz oyog'imga tiz cho'kkanini. Uni hali yalintiraman. Mayli. Bu yog'ini ko'ramiz nima bo'larkin. Undan keyin aytib qo'yay afzal. Judayam aqlli, uzoqni ko'zlab ish qiladigan bola. Bunga past baho berish meni nazarimda xato bo'ladi-yu. Shunaqa deb o'ylaysizmi? Chunki u meni darsimni olgan. Bu yog'ini ko'ramiz. Qaynonamni o'limida ham, Maftunani o'limida ham meni ayblashdi. Iltimos, mendan oldin o'lib qolmagin. Unda ham meni ayblashadi. Opa, unaqa gaplarni qo'ying. Yaxshisi yuring, biron joyga borib ovqatlanamiz. Tomog'imdan hech narsa o'tmayapti. Yaxshiyam borsana. Yaxshiyam onam seni tuqqan. Ham do'stimsan, ham dugonam, sirdoshim, dildoshim. Haqiqatni qo'rqmay yuzimga aytadigan oynamsan. Bugun men uchun juda ham og'ir kun. Sen bo'lmaganingda bilmadim. Nima qilardim? Opa, jigarlar shunaqa kunda yariydi. Boringga shukr. Men sizga hozir savob kelaman. Alo, eshitaman. Alo, pochcha yaxshimisiz? Yaxshi. Opamni mazalari bo'lmayapti. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Kelin bilan Farhod alohida chiqib ketganiga yuraklari yomon bo'lyapti. Qayerdasizlar hozir? Suv bo'yidamiz. Opam yoniga kelasizmi degandim. Yaxshi bo'lib qoladi. Yo'llariga keling, ovuting. Hozir siz yo'llarda bo'lmasangiz bo'lmaydi. Mayli, hozir boraman. Xo'p.
Nima bo'ldi? Mashinani chaqirdingmi? Ha, chaqirdim. Lekin qayerga boramiz? Afzalni ofisiga borib kelamiz. Manzilni bilasanmi? Ha, bilaman. Hozir borib, u yerda nima qilamiz? Hali u loyihani sotishga ko'nmagan bo'lsa, Asabiga tegib kelamiz. U bola tezroq jon berishga yordam beramiz. lekin Pekinni qo'y yig'ishtir. Borasanmi yo'qmi? a, Xotinlarga o'xshab shaylanasan. a, boraman. Men asabimga tekkanlarni mana shunaqa qilib jonini olaman. Ha, bilaman. Men bunaqalarni qarshimda tish cho'ktirmaguncha qo'ymayman. Loyiham olib chiqib ketishi men unga hali ko'rsatib qo'yaman. Ha, kiyimingni almashtirib chiqdingmi? Kimdir keldimi, oyi? Ha. Ishxonamdagi Nodira Halilovna bilan Matlubaxon kelibdi. Tinchlikmi? Ne kelishibdi, oyi? Anakonda kelib, kechirim so'radi. Men shokka tushib qoldim, xayolimga ham keltirmagandim. O'zidan o'zi kechirim so'rab qopdimi? Vaqtida rosa ustimizdan kulishdi-yu. Rustam akamning ahvollari og'irmish. Ichkiligiga berilib ketibdilar, yolg'iz qolib ketganmishlar. Qizicha, oyi? Arzandasi qaramaydimi otasiga? Bolasi kasal bo'lgani uchun kelolmas ekan. Ajab bo'pti. Battar bo'lsin. Qizim, ichim g'alati bo'lyapti. Nima, oyijon? Rustam akaga rahmim kelyapti. Axir biz u kishidan yomonlik ko'rmadik-ku. To'g'ri, oyi. Bizga qancha yordam berdilar, ayniqsa menga. Qizim, borib xabar olib kelamizmi? Xo'p. Mayli, oyi. Nima desa shu? Ovuring bosildimi? Yo'q. Bosilmayapti. Xudo berganda 4 ta farzand tug'masmidim. Birini chiqarib yuborib, birini olib qolib. Shunda bunaqangi og'riqlarni his qilmasdim. Mehr berib boqqan bolamni tashlab chiqib ketishini hazm qila olmayapman. Bu dunyoda hech narsa bizniki emas. Hammasi ketadi. To'g'ri. Xafa bo'laverma. Hammasi yaxshilikka. Yur aylanamiz. Siz bilanmi? Boshqa kim bilan bo'lardi? Bir yoshlikni eslaymiz. Esingizga tushib qopman-da. Yuragimga hech narsa sig'mayapti. Yur, chalg'ib kelasan. Har doim ham senga bu gapni gapiravermayman-ku. Mayli. O'zi anchadan buyon aylanishga bormagandik. Ketdik.
qaynotangiz o'rniga mana men siz bilan hamkorlik qilaman. Endi sherik bo'lamiz. G'aybulla aka, hazillashmang. Bunaqa katta pulni qayerdan olasiz? Menga 2 soat vaqt yetadi. G'aybulla aka, hozir ko'nglimga hech narsa sig'mayapti. Bunaqa hazilni ko'taradigan ahvolda emasman. Mayli. Men ketdim. Bu vaziyatdan chiqish yo'lini o'ylashim kerak. Hammasiga xotinim aybdor. Ahmoq. Kelib xotinimga ham ishonamanmi? Ichingda ilon saqlagan ekansan, afzal. Menimcha hammasiga xotinim aybdor. Otasini yo'liqtirmaganda shu ahvolga tushmasdim. Lafsiz odam bilan uzoqqa borib bo'lmasligini bilardim. Otasi ikkovlari meni sindirishdi. Afzal boy. Sodiq Turg'unovich. Tinchlikmi, bizni yo'qlab kelibsiz? Bunaqa joylarga qadam ranjida qilmasdingiz? Dimog'ing ko'tarilib ketibdimi? Ha? Salom bermay ham qo'yibsan. Bu yaxshi emas, bilding? Bu odobsizlik bo'ladi, uka. Men hurmat qilgan odamlarga salom beraman. Ortimdan pichoq sanchadigan odamlarga emas. Ko'rnamaklar shunaqa jazolanadi. Tuzumi ichib tuzug'ini tupurganlarni holi shunaqa bo'ladi. Hech qachon aslo ko'karmaydi. Men xiyonat qilmaganman. Siz o'zingiz meni ketqizdingiz. Ayrimlarni deb nohaqlik qilgan sizsiz, men emas.
sendan tirikmisan deb xabargani keluvdim. Nima, kimdir meni o'ldiga chiqardimi? Ha, mazam qochibdi deb eshituvdim. Ha, shamollar pishib etib ketdi. O'sha shamol mabodo meni qaynotam emasmi? Afzal, yutqizganingni tan ol. Loyihani o'zingdan olganim yaxshi. Menga sotib qo'yaver. Badollarning menga hojati yo'q. Qaynotangni uydan chiqarib yuboraman. Menga xizmat qilganing haqqi. Shuning uchun oldinga o'zim keldim. Hech qachon men yutqizmayman. Hech qachon. Mayli. Yashasak ko'ramiz. Shoshib qolmang tag'in. Meni hali vaqtim bor. Mayli. Kutaman. Bugun bo'lmasa ertaga baribir oldimga kelasan. Sizga ishonib bo'lmaydi. Har kuni har xil o'yinlar o'ynaysiz. Meni yiqitadigan odam hali tug'ilgan emas. Bilvogan, tushundingmi? Buni hali ko'ramiz. Omon bo'l. Omadingni bersin. İfloslar. Maraz. O'zicha meni sharmanda qilmoqchi bo'ldimi? Nozi. Yur do'konga chiqib kelaylik. Nimaga? Ha, ro'zg'orga qilib kelamiz. Ro'zg'or qilib nima qilamiz? Bu narsa pishirmaysanmi? Farhod aka, men ovqat qilmayman. Nimaga qilmaysan? Qilishi bilmayman, o'xshamaydi, bemaza chiqadi. Shunga ko'chadan tayyorini olarmiz. Nozima, men senga ko'chadan 3 mahal ovqat tashiy olmayman. Ha, nima qipti?
Yo, mayli, qara. Endi bugun yoki ertaga mayli ko'chada bu narsa olib kelarman. Lekin har kuni men senga restorandan ovqat olib kelib bera olmayman. O'zing tayyorlashni o'rganishing kerak. Qara, mana internetga kirsang ham retseptlar to'la-yu. Pulingizni qizg'onyapsizmi? Nozik, bitta narsani tushun. Bu uyni biz ijaraga olganmiz. Har oy ijara pulini to'lashim kerak. Sen menga yordam bermasang bo'lmaydi. Dadajon, 2 xonali uyim bor, shuni beraman degandilar-yu. To'g'ri. Lekin men olganim yo'q. Chunki hozir o'zlariga pul kerak bo'lib turibdi. Ko'rding-ku, biznes shunaqa narsa, bankrot bo'lib turibdilar. Puling bo'lganda nimadir olasan. Puling yo'q bo'lganda bor narsangni sotasan. Ijaraga chiqdik deng. Shunaqa. Xo'sh, bu yerdan keyin qayerga boramiz? Bilmadim. Kinoga olib boraymi? Yaxshi kinolar ketdi. Nima deysan? Olib boraymi? Mayli. Lekin men baribir sizni kechirim so'rashingizni kutib o'taman shekilli. Sochimga oq tushib ketmasdan kechirim so'rang. O'ylama. O'ylama. Kechir. Shunaqa so'raydimi kechirni? Boshqacha so'rash kerak. Shu ham kechirim so'rashmi? Bo'pti. Sen uchun alohida kechirim marosimi uyushtiraman. Qanaqa bo'lishini, ssenariysini o'zim aytib beraman. Alohida gulla sepilgan bo'lsin. Ha, o'zim surpriz Chiroqlar qilsam-chi. yongan bo'lsin. Sen aytib bersang, ssenariy asosida bo'ladi. Xo'p, kutaman lekin. Bo'ldi. Zo'r qilib basenlarda hazil. Shoshma. O'zlari ochsin. Oyi, uyda dadamdan boshqa hech kim yo'q-ku? Qizi kelgan bo'lsa-chi? Kim? Kim?